savolga javob ber part 1. Ona o'yinchi qanday? Ko'pchilik profildagi eng birinchi o'yinchi qachon nechinchi kun qo'yilgan? Qachon nechinchi kunligiga qo'yilganini bilmayman, lekin Bilmasangiz-chi. Men akamlar ismlari nima? Davron. Yo'q. Shahboz. Men. Salohiddin. Yo'q. Hozir Instagramda nechta podpishchik bor? Siznikidami? Hammamnikida. 78 deylik. Yo'q. 78 3. Ko'r. Ko'r bo'ldimmi? Men buni qilmayapman. Nima deganimda ko'payyapti-yu. To'tta qopdi. Vola. Qo'y. Qiyshiqtiribdi mana telefon. Ishang ketyapti. Mana. Iltimos agar telefonimiz qichayotgan bo'lsa, qiyshiqroq qilib ko'ringlar. Uyga strafovka qo'yinglar. Kim? Strafovka. Strafovka? Qaray ona men juda zo'r strafovka bo'ldi. Hech nima qilmaydi endi. Katta opamlar ismlari nima? Manzuradan tepasi. Manzura opam opasi. Borimda bor yo'g'imda yo'q sinib ketsam ko'nglingga so'q jo'ra. Nima ko'tariladi lekin tushmaydi. Ko'pchilikning Instagram. Otajon. Sen kanalda chiqib ketsan. Ketdim men. Bilmayman, nima? Boshqa savol bering. Voy, jonga tegdi. Voy, siz ham bo'lardi. Shahrim ortib ketsa, ayam sizni topib yomon qiladi ona. Telefon raqamim kompaniyasi. Yusel bo'lsa, bilaymi? Yo'q, bo'ldi, Yusel. Yusel. Jonga tegdi-yu. Mani nomerimni qo'ying, eksperiyentdan. Voy, men bunaqa savol bermadim mani. Otaman. Tushdi. Tushadimi? Tushadi deb o'ylasanglar, like bosing. Osmonda qushlar uchganda Ya, mari agar yetsa Plus o'yinda g'olib bo'ldim. Keyingi part 2 chiqishini o'ldirib yuboraman-ku. Kommentariyada plus belgisini yozib qoldiringlar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi sonda